Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli rahmat. Ben bu gullarga loyiq xizmat qilayman. Keyingi yillar rahmat. Yarataga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli tojikistonlik muxlislar. Aziz onajonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Sizlarni bilmadim-u, men bu uchrashuvni juda ham kutdim, ko'p sog'indim. Alloh nasib qildi. Mana bugun kecha bugun mana shu tojikistonlik muxlislar oldida yuzma-yuz ko'rishish nasib qildi. Sizlarni ko'p xatlar, internet orqali yozilgan ko'p munosabat, yaxshi iliq fikringlar doim menga Tojikistonni eslatib turardi. Umuman har kuni o'sha internet o'zimni sahifamni ochganimda albatta u yerda tojikistonliklar juda ham ko'pchilik tashkil qilardi. Shuning uchun men albatta sog'inib kutganman bu kechani. Allohga behisob shukr. Yaxshi kunda, xursandchilik kunda, tinchlik, xotirjamlikda ko'rishtirganiga shukr. Har biringlar men uchun qadrlisizlar. Sizlar juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi kayfiyat qiling. Yaxshi namoyish rahmat. Ah